Ay, tuzi yaxshi chiqqanmi o'zi buni qani? Mana shu holatda ham o'zi sporniy holat bordi. Birinchi stejga qo'ygan yaxshimi yoki sirazi bir chatga terib ketgan yaxshimi deb ko'pincha sanaqa bo'ladi. Endi bu sotuvga qilayotgan o'yin bo'lgani uchun men stejga обязательно qilishga qaror qilaman. Chunki ertaga muammo bo'lib qolmasligi uchun. Endi o'zimga qursam agar stejga qo'ymasdan sirazi bir chatga yotqizib yuborishim ham mumkin. Chunki uncha joyi nima bo'lsa o'zim to'g'irlab ketaveraman. Endi birovga sotayotganda sal qarab sotish kerak. Mana shu uyimizda ham bir sotuvga tushgan. Qo'llarini qaraydi, katta chiroyli ko'rinadi. To'rxona plus oshxona. Ikkita sanuzel bor tepa pastda. Va xolasa bu tayyor bo'lganda taxminan 67 milliga atrofida chiqsa kerak. Va xolasa tayyor bo'lganda hisob-kitob qilib qo'yiladi. Ichkarilari ancha bitib qoldi. Vaqt qo'yilgan. Va xolasa shaxsan o'zim sili uchun qurolmanda xolasi xondomlar ham kafillari bitgan. Xolasi bu yoqda panoramik derazalari bilan bu yoqda zinasi tayyor bo'lib qoldi. Rosa plan chizilgan derazaga ham. Xolasi sotuvga qo'yganni ham yaxshilab qo'llab-quvvatlab orasida. Xolasi buni ham yaxshi egalarga topshiramiz.